Assalomu alaykum. Bugungi videomizda ko'pchilik gapirishga uyaladigan, ammo juda keng tarqalgan muammo gemorroy haqida batafsil gaplashamiz. Gemorroy nima? Uning belgilari qanday? Nima sabab bo'ladi va qachon shifokorga murojaat qilish kerakligini videoni oxirigacha ko'rsangiz batafsil bilib olishingiz mumkin. Gemorroy nima? Gemorroy anal kanal va pastki to'g'ri ichak atrofidagi qon tomirlari va ularni ushlab turuvchi to'qimalarning kengayishi va shishi bilan bog'liq holat hisoblanib, u ichki yoki tashqi ko'rinishda bo'lishi mumkin. Ba'zi odamlarda gemorroy hech qanday alomat bermasligi ham mumkin. Asosiy belgilari: gemorroyda quyidagi belgilar kuzatilishi mumkin. Hojatdan keyin och qizil qon kelishi, anal sohasida qichishish yoki achishish, og'riq yoki noqulaylik, anal atrofida shish yoki tugun. Ba'zan ichki gemorroy tugunlarning tashqariga chiqishi ham kuzatiladi. Ammo juda muhim jihatlari mavjud. To'g'ri ichakdan qon kelishini avtomatik ravishda gemorroy deb qabul qilish mumkin emas. Qon ketishining boshqa sabablari ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun takroriy yoki ko'p qon ketishida shifokor ko'rigidan o'tish tavsiya etiladi. Gemorroyga nimalar sabab bo'lishi mumkin? Gemorroy rivojlanish xavfini oshiruvchi omillar quyidagilar hisoblanadi. Surunkali qabziyat, hojat vaqtida kuchanish, hojatxonada uzoq vaqt o'tirish, kam harakat turmush tarzi, ratsionda kletchatkaning kamligi, homiladorlik, ortiqcha tana vazni, og'ir yuklarni tez-tez ko'tarish. Shuning uchun kundalik odatlarimizga e'tibor berish juda muhim hisoblanadi. Uy sharoitida nimalarga e'tibor berish kerakligini batafsil kuzatamiz. Gemorroy alomatlarini kamaytirishga va gemorroy alomatlarini yordam berish mumkin bo'lgan oddiy choralar haqida gaplashamiz. Ratsionga sabzavot, meva, dukkaklilar va boshqa tolaga boy mahsulotlarni qo'shing. Yetarli miqdorda suyuqliklar iste'mol qiling. Har kuni jismoniy faollikni oshiring. Hojatni ushlab yurmaslikka va hojat vaqtida ortiqcha kuchanmaslikka harakat qiling. Iliq suvda qisqa muddatli vanna ayrim odamlarda noqulaylikni kamaytirishi mumkin. Dori yoki shamchalarni esa, ayniqsa qon ketishi bo'lsa, proktolog shifokor yoki farmatsevt tavsiyasisiz uzoq muddat ishlatmaslik kerak. Qachon shifokorga zudlik bilan murojaat qilishingiz kerak? Quyidagi holatlar kuzatilganda shifokorga murojaat qiling. Qon ketishi takrorlansa, qon miqdori ko'p bo'lsa, kuchli yoki to'satdan paydo bo'lgan og'riq bo'lsa, bosh aylanishi yoki kuchli holsizlik kuzatilsa, alomatlar uy sharoitida choralar bilan yaxshilanmasa, najas qora yoki juda to'q rangda bo'lsa, ayniqsa kuchli qon ketishi yoki hushdan ketish kabi belgilar bo'lsa, shoshilinch tibbiy yordam kerak. Hozir biz sizga gemorroyga qarshi uy sharoitida turli malhamlar tayyorlashni o'rgatamiz. Og'riq qoldiruvchi malhamlar tayyorlash uchun xom lavlagi yoki sabzini qirg'ichdan o'tkaziladi. Chetar mevasi ezilib qo'shiladi. 4 qism sariyog' yoki vazelin bilan aralashtiriladi. Doka yordamida kerakli joyga qo'yiladi. Yallig'lanishga qarshi malham tayyorlash uchun 1 qism asal mumiga 4 qism kungaboqar yog'i va biroz ezilgan piyoz qo'shiladi. Tashqi qo'llanilish uchun foydalaniladi. Klizma tayyorlash uchun 4 osh qoshiq shuvoq o'simligini 1 litr suvda 6-7 daqiqa davomida qaynatiladi. So'ngra 5-6 soat tindirishga qo'yilib, har kech shu yordamida lavlagi sharbati bilan galma-galdan iste'mol qilinadi. Bu klizma shishni oldini olishda yaxshi samara beradi. Xom kartoshka maydalab, 1 osh qoshiq sharbati va 50 ml suvni aralashtirib, ignasiz shpris yordamida klizma qilinadi.
Klizma og'riq qoldiruvchi sifatida yallig'lanishga qarshi yaxshi samara beradi. Qabul qilish uchun vositalar: har kuni yarim stakan xom kartoshka sharbatini iste'mol qiling. 4:2 nisbatda sabzi va ismaloq sharbatlarini aralashmasi ovqatdan oldin 2-3 osh qoshiqdan iste'mol qiling. Qovun sharbati ham ich qotishiga qarshi yaxshi samara beradi. Xalq tabobatida qon ketishini oldini olish uchun tuzlangan karamni me'yorida qabul qilish tavsiya etiladi. Bundan tashqari, gemorroyni xalq tabobati yordamida ham davolash mumkin, ammo kasallikni bunday yo'l bilan davolashni yordamchi usul sifatida qo'llasa bo'ladi, lekin ular asosiy davolash o'rnini bosa olmaydi. Xalq tabobati vositalari bavosir belgilarini yengillashtirishi mumkin, lekin kasallikning sababi yo'qotilmaydi va ular tarkibidagi faol moddalar farmakologik preparatlarga qaraganda ancha kam bo'ladi. Bunday vositalar juda erta bosqichlarda foyda berishi mumkin, lekin biroz vaqt o'tgach kasallik yana qaytalanish ehtimoli yuqori hisoblanadi. Xulosa o'rnida, kasallikni yuzaga kelgan vaqtda darhol shifokorga murojaat qiling va gemorroy alomatlari sezilganda uy sharoitida o'zboshimchalik bilan davolanish uchun yoki uni yashirish uchun kasallikni kuchaytirish mumkin. Darhol proktolog shifokorga murojaat qiling. Sog'lig'ingizni asrang. Shu kabi videolar qiziq bo'lsa, kanalimizga like bosing, izoh yozing va kanalimizga obuna bo'ling.